Payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar, zino qiluvchiga 6 ta yomon xislat hosil bo'lar ekan. 6 ta kasofati bo'lar ekan zino qiluvchiga. Bu 3 tasi bu dunyoda, 3 tasi u dunyoda. Zinokorga bu dunyodagi uqubati birinchisi uni yuzidan nur ketib qolar ekan. Bir qarang, zinoni bemalol qilib yurgan odamlarning yuzidan nur ketib qoladi. Ikkinchisi uni rizqi kamayadi. Uchinchisi umrining barakasi bo'lmaydi. Hayotida baraka bo'lmaydi. Chunki u harom ichida yashayapti. Endi u dunyoda esa 3 ta yana uqubat bor. Eng birinchisi u dunyodagisi Allohning g'azabiga uchraydi. Ikkinchisi uning hisob kitobi qattiq bo'ladi. Uchinchisi unga qattiq azob tayinlanib qo'ygan. Qattiq azobga giriftor bo'ladi. Ana azizlar, zinokorga bo'ladigan narsa. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning yana bir hadislari bor. Az-zina yurithul faqr. Zino kambag'allikni meros qoldiradi degan. Qarang azizlar, yana bir hadislari bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, bir hadislarda ikkita narsa bor, hech qachon ikkalasi birga turmaydi. Bu zino bilan boylik dedilar. Mana shu gapni gapirsak juda ko'pchilik kinoya qiladi. Ayni mana shuni buzuqchilikni yaxshi ko'radiganlar, ha palonchi millioner doim zino qilib yuradi, boy bo'lib yuribdi-ku. Aziz birodar, siz boylik deganda pulni tushunyapsizmi? Bu ham bir boylikni ko'rinishi, lekin shoshilmang, hali undan ham ayriladi. Lekin ma'naviy qashshoq bo'lib ketadi u odam. Va narigi yuqori hadisga muvofiq Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam az-zino yurithul faqr, zino faqirlikni, qashshoqlikni meros qoldiradi dedi. Atrofingizga bir qarang, man deb kazo bo'lib yurgan, lekin uyalmasdan zinoda hayot tarziga aylantirib olganlarda qanchasini keyinchalik avlodi kambag'al bo'lib ketdi. Qashshoq bo'lib ketganini ko'rdik. Unga o'sha otasi, onasini zinosi. Shuning uchun azizlar, bu zino kasofat. Bundan qochish kerak. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda aytadiki: "Astaizu billah va la taqrabu zina innahu kana fahishatan va sa'a sabila." Ya'ni Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda bizlarga marhamat qilib aytayaptiki, zinoga yaqinlashmanglar, albatta u fahish ish va yomon yo'ldir. Oyatga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Alloh zino qilmanglar demayapti bu yerda. Va la taqrabu zina deyapti. Zinoga yaqinlashmang. Zino qilish u yoqda tursin. Zinoga olib boradigan narsaga yaqinlashmang deyapti Alloh taolo. Zinoga olib boradigan narsaga yaqinlashmang. Nimaiki zinoga sababchi bo'lib qoladigan bo'lsa, shundan o'zimiz olib qochishimiz kerak. Bu zinoga olib boradigan narsalarning juda ham hozir fitnasi ko'payib ketdi. Bu bittasi internet. Bittasi mana bu fazoyi antenalar, sputnik va antenalar deymiz. U orqali qancha narsalar bo'lyapti. Nomahram